Hammaga assalomu alaykum. Hammaga bugungi ayyom благо bo'lsin. Bugungi kunni o'zi qarang, shunaqangi bir ajoyib tushibdi. Очень попалась прям, потому что сегодняшние энергии, они не повторяющиеся энергии, juda takrorlanmas energiyalar. Aslida идеально будет, если провести этот день именно где-то на природе, tabiatda o'tkazish juda ham благо. Ayniqsa portalli joylarda, если это в портальном месте. Ого, это вообще круто. 21 iyunni eslasizlar agar, 21 iyun, если вы помните, мы делали trip, energy trip qiluvdik bir kunlik. Bu galgi kun солнцестояние aynan 20 martga to'g'ri keldi, да, то есть приходит на 20 марта. Я самое первое поздравляю eng birinchi o'rinda barchaga o'zimni minnatdorchiligimni izhor qilaman за то, что вы доверяете, за то, что siz ishonchingiz uchun, harakatingiz uchun, biz bilan birgalikda ketayotganingiz uchun. И я еще раз вижу, что какие процессы происходят, qanaqa jarayonlar bo'lmoqda, и от тебя те, кто не успел, kim ulgurmagan bo'lsa, ma'lum bir sabablarga ko'ra уже soat 10dan keyin qilishadi. У вас было время, sizlarda vaqt bor edi azizlar. 7:45gacha kimki yozgan bo'lsa, hammasini e'tiborga oldik. Кто до 7:45 писал, обязательно всех ввели во внимание, dальше уже не смогли, u yog'iga e'tiborga ololmadik. 8 deb qo'yilgan edi, хотя 8 sizlarga voqli bu haqda ma'lumot berilgan edi. К сожалению, hozircha shunaqa bo'ldi. Значит, именно ну так, да, принимаем все во благо, hammasi yaxshilik ekanligini bilamiz, harakatimizga ham bog'liq bo'lgan jarayon. Но bu gal shunaqa bo'lib qoldi, на этот раз получилось вот так вот, поэтому даже можете не писать, не звонить, то есть yozish, chizishni qilmasanglar ham bo'ladi. Вот кто успел, kim ulgurgan bo'lsa, будут в потоке, а кто не успел, во благо будут делать запись. Это тоже лучше делать, чем ничего не делать, конечно, да. Если хотите, конечно, будет делать. Agar xohlamasangiz, qilmasligingiz mumkin bo'ladi. Albatta, bu narsalar e'tiborga olinadi. Imkoniyatlar asosida shunaqangi bir jarayon bo'ldi. Возможности такие, больше не смогла я тоже это сделать. Mana bu narsani qo'limdan kelganicha harakat qildim, u yog'iga уже qila olmadim. Очень хочу, чтобы вы это приняли, qabul qila oldingiz buni и для себя сделали какие-то основы. Сегодня очень мощный день. Bugun juda kuchli kun. Это день не повторяющийся, bu takrorlanmas kunlardan biri. И bugungi kun energiyalari 9 yil uchun katta bir fundament sarhisob. Aslida olganda yanvar, fevral, mart o'zi deb aytgan edim. Я вам говорила, да, что январь, февраль, март, основа, база, это фундамент на 9 лет. 9 yil uchun fundament deb aytgan edim. Да, и мы, конечно же, нам сказали, чтобы мы не пропустили этот день. Я, к сожалению, и kuratorlarim bilan ham gaplashdim, pопросила их, чтобы они мне помогли. Mana mana shu joyda, chunki har xil energiyalarni his qilyapman. Кто вот kechroq bir to'lovni amalga oshirganlardan, те, кто немножко позже или там позже прислал, вам нужно принимать, будьте в принятии. Нам пришлось, так произошло, да, shunaqangi qilishga majbur bo'ldik. Мне тоже нужно, соответственно, подготавливаться к этому полю, polani yaratib berishdi. Но если вы сегодня сделаете, agar bugun qilsangiz energiyani yo'qotmaysiz. Agardagi bugun qilmasangiz, kechdan ko'ra kech, da, biroz bo'ladi. Bu jarayonlarda o'zgarishlar bo'ladi. Buni aytganman. Давайте тогда насчет сегодняшнего дня, bugungi kun asosida hozir va shu yerda yana bir bor o'zimni ma'lumotlarimni taqdim qilmoqchiman. Хочу дать информацию о сегодняшнем дне. Biza kuratorlar orqali bu praktikani menimcha bunaqa tarzda ilk bor qilishimiz, adashmasam 20 mart asosida. То есть 20 марта мы в прошлом году вам делали практику, я не помню, делали или нет, именно и в таком формате мы, кажется, делаем для вас в 20 марта первый раз. Что за день сегодня? Qanaqa kun bugun? Да, самое главное,
идет трансформация. Очень большая трансформация. Hammada, butun olamda katta transformatsiya bo'lmoqda. Biz bu трансформацияны o'zimiz ham o'tamiz. Мы будем проходить эту трансформацию сами. Каждый из вас сами по себе, по своим возможностям, o'ziz imkoniyatlaringiz asosida albatta o'ziz o'tasiz. Но я вам говорила в аудиода aytgan edim, что эту трансформацию нам помогают проходить максимально качественно наши kosmические друзья. Bizni kuratorlarimiz bu transformatsiyani maksimal bir yuqori ko'rsatkichlarda o'tishga yordam berishmoqda. Bu amaliyot, bu savollar keldi. Amaliyotmi bu? Nima o'zi bu? Bu энергоаmaliyot, это энергопрактика. Что будет происходить? Сегодня нам будут помогать максимально качественно взять сегодняшние энергии, дни этих энергий. Bugungi kun energiyalar maksimal darajada bizlarga olishga yordam berishadi bizni kuratorlarimiz. Что за энергии сегодня, да? Qanaqa energiyalar bugun? Энергии очень высокочастотные, которые помогают нам изменить нас. Bizni transformatsiya qilishga, bizni yangitdan tug'ilishimizga yordam beruvchi energiyalar beriladi. То есть это новая эволюция себя, o'zingizni yangi bir evolyutsion holatingiz bo'lib hisoblanadi. И, конечно же, bu yerda biz kuratorlarimiz bizlarga dasturlarimizni biz bilmagan, biz anglamagan dasturlarimizni yakunlashga katta yordam berishadi. Наши кураторы сегодня по нашей готовности bizning tayyorgarligimiz asosida yakunlashga katta yordam berishadi. Поэтому осознавайте это, buni anglang o'zingiz uchun и не упустите этот день, bu narsani albatta o'tkazib yubormang. Обязательно сегодня же сделайте эту практику, если не делали. У нас сегодня, завтра, bugun va erta 2 kun belgilab berildi. Сегодня мы будем максимально завершать старый процесс, максимал eski dasturlarni tugatamiz и будем выводить в качество, sifatga olib chiqamiz. Что, как будет на практике, я еще не знаю. Nima bo'lishini bilmayman, но я знаю, что нас будут подключать к чакральным центрам, portallarga ulashadi согласно сегодняшним энергиям. Bugungi energiyalar asosida, tungi energiyalar asosida chakralniy portallar bu bizga programmalarimizni yangi holatga o'tkazib berishga yordam beruvchi eng yuqori portallar. Они очень высокие, высоковибрационные порталы, которые помогают нам перевести нас на новый уровень. И еще будем получать какие-то цифровые кодовые ключи. Qandaydir tushunishim bo'yicha raqamli kodlarni bizlarga taqdim etishadi. Вчера у меня была прогрузка, kecha manda tayyorgarlik jarayonlari 7dan keyin boshlangan. Мне очень много прогружали, mani juda katta tayyorgarlik qilishdi. И, возможно, те, кто участвовали, kim ishtirokchi bo'lsa, sizlar ham bu narsani sezgan bo'lishingiz kerak. У всех свои были подготовки. Sizlarda tayyorgarlik amalga oshirildi. И поэтому ваша задача сегодня, bugungi asosiy maqsadingiz, самое первое, birinchi o'rinda toza fikr, soflik. Старайтесь мысли формы наблюдать, держать их в чистоте. Tozalikda, soflikda ushlab turing har bir fikr, har bir so'zlaringizni, har bir harakatingizni. Потому что, во-первых, это усиливается, bir necha bir barobar kuchayadi. Во-вторых, это ваша программа на 9 лет, однозначно. 9 yil uchun dastur. Понимаете, nimaiki qilsangiz, ayni o'zi yanvar, fevral, mart aslida olganda, и сегодня это вот еще более углубленно, bugun yanada ham kengroq, chuqurroq amalga oshiriladi. Siz sizdagi bor amaliyotlarni qilishingiz mumkin, вы можете сделать все, что у вас есть, но именно максимально качественная, именно согласно сегодняшнему дню подача будет сегодня. Aynan bugungi amaliyotda, bugungi energiyalar asosida maksimal yuqori bo'lgan uzatishlar, maksimal yuqori bo'lgan jarayonlar amalga oshadi. Поэтому вырабатываем качество, sifatli energiyalarni o'zimizdan ishlab chiqaramiz.
только качество. Обращать на это внимание. Природа– наш основной источник. Tabiatga chiqing, обязательно hamohanglikda bo'ling tabiat bilan. Quyosh bilan, tabiat bilan. Afsuski, energy trip qila olmadik. К сожалению, мы не смогли сделать energy trip или во благо. Ну, значит, вот так. Почему? Потому что, значит, есть другая какая-то сонастройка, qanaqadir boshqa bir balki sozlashuv, yuqorida aytganimdek portallar bilan ulanamiz. Да, будем сегодня индексировать негатив. И негатив энергияларni chiqarishni amalga oshiramiz согласно сегодняшним energiyam praktikam. Bugungi praktika, bugungi energiyalar asosida negativ eski dasturlarni transformatsiya, ya'ni indekslarni o'zgartiramiz, maksimal darajada tugatamiz. То есть, по сути, вы перерождаетесь. Aslida olganda siz yangidan bir tug'ilgandek o'zingizni his qilasiz. Да, diqqatingiz o'zingizda bo'lsin, внимание на себе. И максимально делайте то, что внутренне действительно удовлетворяет вас. Sizni ichki xotirjamligingizni, ichki qoniqishingizni shakllantiruvchi qadamlar, harakatlaringizni amalga oshiring. Качество. Вырабатывайте энергию качества. Sifatli energiyalarni o'zingizdan chiqaring. Ya'ni bu nima? Yaxshilik, ezgulik, soflik, благодарность, minnatdorchilik. Kirib ketmang boshqa energiyalarga. Не входите в какие-то другие энергии. Вырабатывайте максимальное качество. Sifat va sifat va sifat. Bu juda ham muhim bo'lib hisoblanadi. Quyosh bilan hamohanglik, buni har yil aytamiz, мы всегда вам говорим, обязательно сонастраивайте с землей, это очень благо. И прям смотрите на землю, quyoshga прям qarab turing da, bizada quyoshga kamroq qarash kerak deb aytishadi, но bir 3 minutda хотя бы bir qarab, to'yining energiyalarga, максимально возьмите эту энергию, адаптируйте хотя бы вот так. Agar praktikada ishtirok etmasangiz ham, hech bo'lmasa o'zingizni potoklaringizda, o'zingiz imkoniyatlaringiz asosida bu narsani amalga oshiring. Это очень важно. Что еще? Что нам сегодня говорят? Nima qilishni boshlashdi. То есть очень много будет загрузок. Bu 20-21 kunlar davomida ishtirokchilar uchun yangi загрузкалар bo'ladi. Kuratorlar tarafdan будут загружаться очень много максимально нового. Очень загружаться, завершаться будет, обновляться будет тоже программалар yangilanish holatini shakllantiradi. И по сути, очень много чего вы в себе внутренне будете ощущать изменения. То есть вот здесь, да, самый e'tiborli tarafi, что мне очень, то есть urg'u e'tibor berganim, за то, что я обратила внимание, что ko'p narsalarni qabul qilishingiz sizda shakllanadi, вы будете, то есть расширение bo'ladi, sizda у вас будет расширение, у вас эго-центрика, то есть вот эта вот программа, которую большинство у нас в матрице работает, это я очень часто начала замечать это все, именно когда более близко общаться начала с вами, yanada ham yaqinroq sizlar bilan muloqot qilishni boshlaganda buni juda ham ko'p sezishni boshladim. Все-таки у нас это очень активно, и вот эта вот программа, она будет трансформироваться. И сегодня будут максимальные индексы даваться, чтобы вот эта вот программа, она индексировала. То есть o'zgarishi uchun maksimal yuqori ko'rsatkichlarda siz buni o'zingizda his qilasiz. Да, групповая будет индукция, то есть группа darajasida energiyalar taqdim etiladi, чтобы sizni именно dunyoqarashlaringiz jihatidan, ichki dunyoyingiz jihatidan-da, то есть go'yoki bir генеральная уборка bo'ladi. Сегодня будет некая генеральная уборка. И, конечно же, очень много системных изменений, juda ham bir tizimli o'zgarishlar bo'ladi. И квантовый скачок, да, deb aytishdi. То есть это будет для вас, для каждого, да, мы будем переходить на новый уровень. Yangi darajaga chiqamiz, новый квантовый скачок будем активизировать в полях. Поэтому, мои хорошие, мне прям, конечно же, очень хотелось бы всех вас допустить, добавить, har biringizni прям qo'shib yuborishga tayyorman, но энергии должны все быть в балансе, energiyalar balansda bo'lishi siz uchun avvalambor muhim, для вас самое первое очень важно, да, и
К сожалению или во благо мы не успели всех добавить, но мы предупреждали. Barchangizga albatta ogohlantirgan edik, и buni anchadan beri namoyon qilgan edik, но все во благо. Кто успел, действительно, кто успел, кто не успел, тоже есть возможность успеть. Kim ulgurmagan bo'lsa o'zini vaqtida, vaqtingiz bor, ulgurishga ma'lum bir baribir o'zini bir keyingi vaqtida bo'lib hisoblanadi. Давайте я сделаю ченнелинг qilaman, и потом я завершу трансляцию, и мы начнем практику. Praktikani boshlaymiz ishtirokchilar bilan birgalikda. Bilasiz, sizlardan man shunaqangi bir jarayonda e'tiborni qaratgan bo'lardim. Tanish bilish degan narsa yo'q menda. У меня нет такого, что lichkalarga yozishni boshlashdi. Нет, hamma man uchun bir. Если кто успел, я с удовольствием. Кто не успел, я вчера готовилась. Kecha chuqur bir tayyorgarlikda bo'ldik, polyaga olib kirishdi. И так получилось, что кто успел, тот успел. Давайте тогда сейчас ченнелинг сделаем. Я сама тоже не ожидала, что именно в таком формате будет. Энте mana unta xaritrositi trasihi tibitasu xorotrосити сантиметра масахата. Мы вас унта харитрамата благодарствуем, мы вам благодарствуем. Унта хата сутроси хата сититрасихи тибита сунтрумасихи битрамат. И поздравляем унта мата не только с сегодняшним матричным активом, но в том числе и тех антитеросохромата, сантиметр веровательных основ, которые происходят интиматы в вашем эгрегорном поле. Sizlarga антитеросохротро, sizlarni intimati muborak bu ataylaymiz. Sizlarga o'zimizning izhorimiz, minnatdorchiligimiz Temasin turmati doimiy ravishda ochiq va keng qamrovli. Unta xarotrositi trasiti mitramata va albatta temisin turmati barcha ahli simitramata intimitamata musulmonlik holatini o'zida shakllantirib kelayotgan ruhlarning bayramlarini sintirosi hurmati sitramata bayramlarining muborakbodligini ham intimas sintirosi hurmatrosintim taqdimotini ham unta intrasintitrasihiretrosintitramat tabrigini ham aylamoqchimiz. Сегодня очень много кураторов задействовано для того, чтобы вам предоставить это поле. Sizlarga bugungi intimasintitramata mavjud bo'lgan teto sahata sititrasint maydonni shakllantirish uchun juda ham ko'p kuratorlar taqdimoti mavjud. Shu xususda payg'ambarning ham ahamiyati mavjud bugungi kunni e'tiborga olgan holatda. В том числе у нас сегодня существует и антихротросититрасинтимитамана, пророк, который Тимитра Сухрумата, Ситибита Сухрумата, вашего вероисповедания, Тимитра Сухрумата, который также будет в помощь для вашей переорганизации вашего поля. Мы довольно-таки готовились. Biz haqiqatdan ham sizlar uchun bu maydonni shakllantirishga Enta mas sentimetrmada harakatimizni amalga oshirishni davom ettirmoqdamiz. Семитасу хоротросити сантиметрмата. Энергии очень мощные и сильные. Эндомата, ситросухромата. Juda ham muhim bo'lgan energiya maydonlari. Хотелось бы, чтобы вы в коем случае не пропустили. Bu imkoniyatni albatta qo'lingizdan sentimetramata o'tkazib yubormasligingizni so'rab qolgan bo'lurmiz. Интимасу торосухата, антитрасититрасентиметрамата. Переиндексационная форма будет работать в моменте. Переиндекс holatlari moment holatida ishlashni amalga oshirmoqda. Делать антихротросититрасентиметра один раз сегодня доступные моменты будут темата многозадачно антихортрoma sintitramata достаточно для вас. Bir martaning o'zida bu xeretomata pereindeksiyasini amalga oshirishingiz sizlar uchun to'liq darajada yetarli bo'lur.
Inti retrasi titrasi mitamata. Unta hata siti этетроса хата сити трасити трами синдрумата. Унта retramata. Мы решили вам тейхарутрума синти траси хибита росунтрумата взять все емкости, которые доступны по вашему обиходу поля. Bugungi kun imkoniyatlardan kelib chiqqan holatda sizga 10 sitsi sintrosi xata sitsitra sintitramita matritsadagi barcha dasturlaringizni qamrab oluvchi imkoniyatlarni 10 сантиметрами taqdim etishni lozim topdik. 10 сантиметрами. Поэтому мы, обратите и внимание, тумасы сантиметра сухромата, что индексы энергокодов, они также соответствуют задачности. Энергокодlarning mohiyati ham asos va maqsadlarga muvofiq bo'lib hisoblanur. Энте хритасити тарасити интумана сахата, унты трасити трамита, миссимитра сухротрумата. Благодатствуйте, будьте в благодарности, сентимита сухротрума, сентимита мана. Энте хритрамата. Осознавайте, Интегратрамата. Каждую мыслеформу, har fikr, har bir so'zlaringiz e'tibordan chetda qolmasin. Titrasihi biitimita masahati va minnatdorchilikni yuqori imkoniyatlaringiz asosida shakllantirishni amalga oshiring. Если что нужно сказать, скажите ким димасын трамата. Не держите в себе не высказанности. O'zingizda saqlab o'tirmasligingizni va yechilmagan vazifalarni kerak bo'lsa so'zlar orqali, kerak bo'lsa harakatingiz, kerak bo'lsa iymoningiz asosida tugatishingiz, yakunlashingiz va hayotingizni yangi bosqichga olib chiqishingiz uchun qo'lingizdan kelgan qadamingiz amalga oshirishingiz so'rab qolamiz. Невероятно будет происходить сантиметра до обновления всей вашей структуры. Butun tanangiz, his-tuyg'ularingiz, ongingizni yangilanish jarayonlari amalga oshirilishini sizlarga taqdim qilmoqchimiz. В том числе, если кто не участвует, kim ishtirokchi bo'lmasa, а мы видим таких участников, воспользуйтесь энергиями солнца, hayotning taqdim etayotgan quyosh energiyalarini, yer energiyalaridan albatta foydalanishingizni so'rab qolurmiz. Запомните, eslab qoling, эта энергия вам будет давать материальные, эмоциональные, физические блага на протяжении 9 лет и более. 9 yil va undan yuqori ko'rsatkichlar asosida sizlarga o'zining natijaviy ehtimolu imkoniyatlarini yaratuvchisi bo'lishni amalga oshirmoqdasiz. Shuning uchun har bir jafha siz uchun befarq bo'lmasligini so'rab qolgan bo'lar edik. Очень просим вас, осознанно подходите к каждому процессам вашего поля. Мы максимально качественно проведем вас, sizlarga yuqori imkoniyatlarimiz asosida трансформацияны amalga oshiramiz. Конечно же, хотелось бы эту энергию максимально провести по полям, bu energiyani yuqori ko'rsatkichlarda amalga oshirishni xohlagan bo'lar edik. Но в матрице есть свои коды, которые также сантиметра сухротромата, также сантиметра сантромата. Важно обращать внимание. Матрица mavjud bo'lgan kodlarga e'tibor berishimiz juda ham muhim bo'lib hisoblanadi. Поэтому еще раз вас с сегодняшним днем, bugungi yangi kun bilan yana bir bor tabriklaymiz.
Проведите ваш день в удовольствии, sevgida, mehrda, minnatdorchilikda, qoniqishda bugungi kuningizni shakllantiring. В удовольствии, благости, в любви, созидании. Антиэтеросухромат, активизируйте ваши возможности в полях. Энтимита, сухоротрос, синтитросинтимитра, масса хата. А мы будем массу тросухоротроси, харейта, ситимита по нашим задачностям помогать вам в этом. Sizlarga imkoniyatlarimiz asosida sizlar o'zimizning yordamimizni taqdim etamiz. Интетросинтромаса хибита. Интентромана. Благодарю вас. Бoshlashimiz mumkin bo'ladi. Сегодня будем работать со 144 энергиями. Bugun 144 ta энергия bilan ishlashni amalga oshiramiz, чтобы вы максимально ёмко взяли все необходимые параметры. 144 ta энергия bilan ishlashni amalga oshiramiz. Intimetra massa hati maksimal yuqori ko'rsatkichlarni интегратроссинтитрамата, синтимитамата hayotingizga kirgizib olishingiz uchun. Интетросухромат 144 разных систем, 144 ta har xil tizim ishtirok etmoqda bu yerda. В том числе и ваш эгрегор. Shu bilan birgalikda sizdagi mavjud bo'lgan эгрегор, ya'ni din vakillari, payg'ambar Muhammad есть, да, в основе. Kimdadir buddizm, kimdadir воплощениялari asosida mavjud bo'lgan xristianlik dini. Все показатели верования участвуют. Bu yerda barcha ko'rsatkichlar ishtirok etmoqda. Nima uchun? Sizni bir butunlikka olib kelish uchun. Entehata sutrumata, чтобы ваше сознание осознавало, что все едино. Sizni ongingiz anglashi uchun, что hamma narsa bir butunlikda va har bir tetromassa hati dinning tagida bir butunlik asosi temat mavjudligi. Нет разделения, bo'lishish bo'lmasligini. В скором времени вы это будете чувствовать, осознавать. Yaqin kunlarda buni yanada ham ko'proq his qilasiz. Intetrasuxromada dinlarga bo'lishish sizlarni matrisangizda asta-sekinlik bilan o'zini nihoyasini shakllantiradi va bir butunlik namoyon bo'lishni boshlaydi. Будет единство всех верований. Это будет активно, явно проявляться в ваших пространственных модульных основах. Это хретермат. И сегодня мы также загрузим вам эту основу для того, чтобы вы более глубоко познавали. Bugun yana bir bor sizlarga bu dasturni ham taqdim qilamiz. Siz bu narsani anglashingiz osonroq bo'lishi uchun, qabul qilishingiz teranroq bo'lishi uchun. Materiya будет у вас легко доступна. Materiyaning moddiylikdagi tetrasuxromat istaklaringiz va amallaringiz hayotingizda namoyon bo'lishini tezlashtirish jarayonlarini sodir bo'lishi завершается. Har bir dastur o'zining darajasida amalga oshadi. У кого-то программа зависти будет закрываться на 10%, kimdadir ko'rolmaslik dasturi 10% ga, kimdadir butun boshli bir 40% ga tugatilanishi amalga oshiriladi. Это зависит от вашей энтетросухромата, монадической ячейки. Bu sizni monada yacheykangizga bog'liq bo'ladi. Энтетросухромат насколько выгрузит вам система, поле, qanchalik darajada tizimingiz polangiz chiqarishni amalga oshirsa. Tintrasuxorotrosintitramat. Это пример. Biz sizlarga intimit misol amalga oshirdik, taqdim qildik. Bu tug'ilishingiz uchun 144 ta energiyaning barchasi e'tiborga olingan. Для трансформации. Портал Фудзияма. Тут Тимитрасухромата. Очень важный портал, энергии портала Тимитрасухромата. Сехаретросы помогут вам переиндексировать ваше тело. Tanangizdagi jarayonlarni yangi holatga o'tkazishga yordam beruvchi oqimlarni taqdim qilmoqda. Старые клетки будут трансформироваться. А новые будут выводиться. Новая энергия сейчас распространяется по всему телу. Butun tanangizga yangi energiyalar transformatsiyasi amalga oshmoqda. Siz nimaiki indeks qilgan bo'lsangiz hozir va shu yerda shuni o'zi sizga yetarli bo'ladi. Sizning energiya sig'imkorligingizga e'tibor qaratishingizni ongli ravishda sizlarga e'tiboringizni tortgan edik. Мы именно осознанно вас привлекли к тому, чтобы вы обратили внимание на вашу энергоемкость. У кого-то снято максимально, у кого-то снято тетросухортросинтитросинтимитрамата на 30%. Это тоже хороший минимальный запрет. Eng kichik запрет у участников. Еще будут подключения, снято на тетросинтитросинтим на 42%. Это очень хороший результат. Eng kichigi 42%, есть те, которые на 82%, есть те, которые на на 68%.
maksimal darajada g'azab tugatilishini amalga обновленияsi yangilanishi amalga oshirilmoqda. Обида обновляем, xafagarchiliklarni tugatilishini amalga oshirmoqdamiz. Strasti, привязки, bog'liqliklar, emotsionalniy привязки, emotsional bog'liqliklar к близким, yaqinlaringizga, ayniqsa turmush o'rtoqlarga, kimdadir bo'lsa, kimdadir farzandlarga, kimdadir ota-onaga, sentimetра. Обнуляем эти привязки максимально по доступности, imkoniyatlaringiz qadar bu привязка bog'liqliklarni tugatamiz. Har bir portal energiyasi maxsus kalit asosida taqdim etilmoqda. Интегратор-синтетромат. И когда вы вводите, siz kirgizganingizda идет сегментирование полей, сегментация amalga oshmoqda. Секретрomata, интегратромат. Что такое сегментация? Интегратор-синтетромата, сентиметромата, внедрение интиметромата и секретромата. Новые, то есть старые уходят, новые адаптируются. Как мы ранее вам сказали, это не просто энергия, это ключевые моменты. Bu aynan muhim bo'lgan kalit orqali kalit holatlari deb ayta olamiz. Sentimetromata jamlanadigan programmalar majmui bo'lib hisoblanadi. Sizga yakunlashga, yangilanishga yordam beruvchi. Прозревающая energiya sizni ongingizni ham ta'sir qiladigan energiya, sizni ko'rmayotgan e'tibor berishingiz jabhalarni e'tibor bertiradigan energiya. Это не только обнуление, bu faqatgina yakunlash emas, это обновление и вам подается parallelно на обновленное место новые индексы. Yangilangan holatga yangi dasturlar berilmoqda sizlarga, har biringizga o'zingizga. Эти индексы будут вам служить на протяжении интегратор-синтетромата. 9 let intidramaty sekretor и более 9 yil va undan ortiq sizlarga o'zining mohiyatu imkoniyatlarini taqdim etadi. Eskicha fikrlash tizimini maksimal darajada tugatishni amalga oshiramiz. Yaratuvchanlikni ochirib beradi bu energiya. Очень хочется что-то сделать, очень помогает для творчества, ijodkorlikka katta yordam beradi bu energiya. Nimadir chizgingiz, nimadir qilgingiz, nimadir yaratgingiz, nimadir olib bergingiz, раскрывает интегратор-синтетромата, щедрость, sizda saxiylikni ochadi bu energiya. Захочется что-то дать, nimadir berishni amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Делайте. Ваша задача все, что приходит, активизируйте сегодня. Nimaiki ezgulik kelgan bo'lsa, barchasini qiling. Сегодня все энергии интегратор-синтетромат дают вам глубокие показатели. Bugungi barcha energiyalar sizlarga kuchli katta imkoniyatlaringizni ochishga yordam beruvchi debochadir. Поэтому обращайте на это внимание. Albatta bu narsaga e'tibor bering. Polangiz o'zgarganini his qilishingiz mumkin. Все приняли коды ключи hamma oldi. Все приняли коды ключи. Все программы будут трансформироваться. Har bir programma yangi sifatga olib chiqiladi. Что будет происходить? Hayotingizni har bir jabhasida o'zgarishlar bo'ladi. В каждой цикле, в каждом уровне, в каждом поле, в каждой голограмме энергии вашей жизни, что и включает 144 энергии, будут происходить интегратроматы. Изменения в качестве, sifatga olib chiqiladi. То есть hamma jarayonlari sifatga chiqadi. То есть уже не будет как раньше. Oldingidek bo'lmaydi. Энергии разных эгрегоров, то есть учителя разных эгрегоров, har bir diniy vakillar ishtiroki mavjud bu yerda. Сейчас вы будете это ощущать, и для вас очень значимый учитель Мухаммед, juda ham sizlar uchun muhim bo'lgan ustoz Muhammad. Интегратор-синтетромата ham bu yerdalar, он здесь, он также в активе вашей подачи для вас. Вы сейчас будете ощущать, он активно сейчас также помогает вам. Sizlarga o'zlarining imkoniyatlar debochasini taqdim etmoqdalar. Активно интегратор-синтетромат в portaldalar. Миротворящая энергия, интегратор-синтетромата, сантиметра-синтетромата, tinchlik, xotirjamlik asosida yaratuvchanlik energiyalarini taqdim etmoqdalar. И завтра мы с вами продолжим и посмотрим, как вы адаптировали эти поля, qanday adaptatsiya qildingizni ko'ramiz. Интегратор-синтетромат. Что еще рекомендуем? Nimani e'tiborga olishingizni so'rab qolgan bo'lardik. Вам будет приходить новое состояние, новые мысли, формы, yangi fikr, yangi qarashlar. Фиксируйте. Это усилит ваши показатели. Bu siz uchun yangi bo'lib, обязательно fiksatsiya qilib oling. Kuchaytiradi sizning imkoniyatlaringiz va ko'rsatkichlaringizni. Интегратор-синтетромата, мы еще раз поздравляем вас. Yana bir bor sizlarga интегратор-синтетромата minnatdorchilik ila
o'zimizning Centros Oxrotros Sintetromasiya minnatdorchiligimizni bildiramiz va sizlarga intimata bugungi переиндексацион jarayonlarini o'tganingiz bilan tabriklaymiz. Это очень масштабность, это тросохромат, это синтекогнитивность, это хротрос синтетра синтиметра сохронтромата. Это энергия, которая не познается человечеством bu energiyalar insoniyat orqali intimati trasontromati oloni intentrimati anglay olmaydigan energiyalar intentrimati va intentroso trosoxrata sentimetr insonning o'zi bu energiyalarni o'zi uchun taqdim qila olmaydigan imkoniyatlardir. Hozir va shu yerda shunday imkoniyatlar sizlar uchun taqdim etilindi. So'ng trosoxromati завтра будем активизировать еще больше. Ertaga yanada ham faollashtiramiz и выводим вас на выравнивание и на когнитивность. Еще раз повторим, это sizning imkoniyatlaringiz asosida. Все вы приняли по-разному, har biringiz har xil qabul qildingiz. У всех завершение по-разному, har biringizda yakunlanish har xil bo'lmoqda. Dentro sohromati, но у всех на каком-то проценте, на каком-то уровне это произошло. Har biringizda bu jarayon amalga oshirishi sodir bo'lmoqda. Мы поздравляем вас, sizlarni muborakbod aylaymiz. Dentro sohromati и интемата. Желаем вам Центра сухромата, продуктивности, центра масса хромата, качества во всем, сфат, центра сухромата, сентиметромата, samaradorlikni barcha jabhalarda tilab qolamiz. Обратите внимание, материализация у вас будет увеличиваться, modellikning faollashishi kuchayadi. Сказала, подумала, aytilindi, faollashdi ham kuchayishi mumkin bo'ladi. Ayniqsa bugungi energiyalardagi jarayonlardan keyin ham sintrosa xarakter sentimental materiya также modelligingiz ham o'zgarishni amalga oshiradi. Энтехаретромата, мы вас поздравляем и энтехаретро сантиметромата и желаем вам всем развития. Я вас всех благодарю и идем дальше. Davom etamiz.